Assalomu alaykum va rahmatulloh. Qani topdingiz bukajon? Olti matematika. O, Mirodjon, mana shumi? Ha? Kelaydi. Qancha ekan buka? Kasr aytadi. Ha. Shuni kitoblarni yana bir ko'rib olaylikmi? Kitobni ushlab turavim. Bir shu kitoblarni bir ko'rib chiqay. Keling. Voy bu. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yo'ldosh kanalining kuzatuvchilari. Hozir biz Jizzax shahridagi Daily deb nomlangan kitob magazinga keldik. Vobshe dahshat kitoblar bu yerda. Sizlar menga yozlaringiz-ku, nima eng yaxshi investitsiya bu bolalarga kiritilgan investitsiya deb. Hozir o'g'lim nimaga ingliz tiliga qatnayotgandi. Undan tashqari matematikaga qatnashni boshladi. Boyagi basic ekzamen kirishga harakat qilyapti. Xudo xolisa hali bu yil yana 1,5 yil vaqt bor. Harakat qiladi, чтобы institutga shunaqa oson kirishga. Bu yerda yo'q kitoblarni o'zi yo'q, biron bir kun Xudo xohlasa kelib nima qilaman? Kitoblarni obzor qilaman, Xudo xohlasa bolalardan birortasini men bilan yuringlar deb aytaman. Baqirmaydigan onalar, qo'rqitmasdan, urushmasdan farzand o'stirishning usullari. Maqsad uzluksiz ravishda mukammallanish jarayoni. Har qanday narsani istalgan odamga qanday sotish mumkin? Vobshe zo'r narsalar bor ekan u yerda. Hech bu do'konni oldidan o'tib ketardik-ku, lekin ichiga kirmas ekanmiz. Shunaqa zo'r bu yerda asarlar, sukut, suiqasdi. Vobshe zo'r. O'qing, faqat yig'lamang. Elchin Safarli, Sharqning samimiy yozuvchisidan bestseller Qaytish yo'q manzil. Chirog'i porlagan uy. Olim odam va olam. Shunaqa ham zo'r assortiment juda ham katta. Mana Solihlar yo'li. Muhammad va islom tarixi. Islom diniga umumiy ta'rif. Sehr, hasad va iblis ta'sirlaridan saqlanish yo'llari. Ahkam va odoblar. Mana shuni nima qilamiz? Biron bir kun kelaman. Uka, sizlarga men blogerman-da. Biron bir kun kelsam, birontalaringiz men bilan yurib mana shu kitoblar hamma narxlarini aytib bera olasizlarmi? Bo'ldi, tamam. Kelaman. Bir kuni hozir vaqtim ziqrog'ida, shuning uchun qisqagina olyapman. Xudo xohlasa mana ukamizga aytdim, bo'pti, keling, obzor qilishga yordam beraman deyaptilar. Nima, kelaman. Juda o'z ustingda ishla. Mana do'konni adresi Jizzax shahar, Jizzax viloyati Jizzax shahar. Nima? Daily magazini juda ham katta. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning farzandlari. Bu necha so'm ekan bu kitob? Necha so'm ekan? 70 mingmi, 700 mingmi? Hammasi payg'ambarlar mo'jizalari. Xullas, nima kitob? Mana Oysha roziyallohu anhu payg'ambarimizning suyukli ayoli. Baxtli yashash sirlari. Mana shu yerda men o'z roligimni yakunlayman, hurmatli kuzatuvchilar. Albatta bu magazinga men bir kuni qaytib kelaman. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'ling, Allohga omonat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Af et onajon.